Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Bizning xar bo'lishimiz va irqiy qirg'inchilikqa uchrashimizning asosli sababi bizning junguluq bo'lmasligimizdir. Biz aslida junguluq emas, bizning vatanimizni Xitoy tajovuzchilari besib olgan. Biz hayotli qolsak bir kuni bu haqiqat oshkoralanib ketadi. Shunga Xitoy tajovuzchilari bizni tezdan yo'q qilishni planlagan. Shuning uchun biz bu haqiqatni xalqaro ochiq va qat'iy ravishda tushuntirishimiz lozim. Xitoy tajovuzchilari bu haqiqatni xalqaro tartib tushuntirib, Sharq Turkistonni Şinjan deb atayotdi. Sharq Turkistonni Xitoyning bir partiyasi deb aldatyapti. Xalqaro aldinib buni Xitoyning ichki ishi ekan deb o'ylab qo'yotdi va aralashmayotdi. Aralashqanlarmi tajovuzchilikqa va ishg'oliyatga qarshi turish nuqtasidan emas, inson haqlari dafsanchiligi nuqtasidan aralashyotdi. Ammo Xitoy bunimi e'tirof qilmay, yanada bizni terrorchi, bo'lgunchi va diniy oshqin qalpoqlari bilan qoralayotdi. Shuning uchun biz Xitoyning tajovuzchi ekanligini, Sharq Turkiston xalqining Junxo millati emasligini, vatanimizning Şinjan emas, Sharq Turkiston ekanligini, bizning da'vosimizning kishilik huquq masalasida emas, balki tajovuzchilikqa qarshi kurash qilish ekanligini, vatanimizning mustaqilligini asliga keltirmay turib, insoniy huquqlarimizdan kafolatga ega bo'la olmaydiganligini va bizning yo'q qilinishimizga yo'l qo'yilsa, Xitoyning butun dunyoga balo-ofat bo'lganligini tushuntirishimiz lozim. Buni qilish uchun sirtdagi butun Sharq Turkiston xalqi safarbar bo'lishimiz lozim va bu nuqtani xalqaroga mush shaklda tushuntirish orqali ham o'zimizga, ham xalqaroga yordam qilishimiz lozim. Bu ishni siyosiy bitiklarga qo'yib bersak bo'lmaydi, chunki ular biz uchun emas, o'z manfaati uchun ishlaydi. Vatan masalasini bitiklarga tashlab qo'yish vatanga va millatga xoinlik hisoblanadi. CNN muxbiri Xitoydagi oilasining amonligi uchun familiyasini Jang deb atagan Yevropada panohlanayotgan sobiq Xitoy soqchisining Xitoy hukumatining saxta e'tiroflariga erishmak uchun Uyg'urlarga sistemlik turda qanday besim va qiynash usullarini qo'llanganligining naq maydonini o'z og'zi bilan anglatganligini tafsiliy xabar qilib isladi. Jang familiyalik Xitoyning aytishicha, u bostirish vazifasini ustiga olganda Xitoy terrorchi deb atagan begunoh insonlarni tutqun qilganligini, xalqning hokimiyat tarafidan ruxsat qilingan, ammo normal bir hayotni yashaganligini, ya'ni gunohining yo'qligini, ammo qilmagan xatolikni cho'qim e'tirof qilishi kerakligini, e'tirof qildirish uchun 14 yoshdagi bolalardan boshlab ayol barliq tutqun qilingan begunoh Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarni o'xshamagan usullar bilan, ya'ni temir zanjir bilan qulublash, tok kaltiki bilan badallari ishib, yaralanib, behushlanguncha qattiq urish, yuziga dastash, bosqinchilik qilish, yog'och yoki temirdan yasalgan qoplan o'rindiqlarga zanjirlash, esib qo'yib badallariga qattiq urish, so'g'uq suvga besish, tok so'qtirish qatorliq vahshiy usullarni qo'llanganligini aytdi. Bu sobiq Xitoy soqchisining aytganlari CNNning 2 lager shohidlarini ziyorat qilgan elib borgan suhbati jarayonida shohidlarning lagerdagi Xitoyning chekidan oshgan dahshatli qiyin qistoq zulmi haqida anglatganlari bilan o'xshash. 6 ayda xalqaro kechirim tashkiloti 50 lager shohidlarining bergan guvohligidan foydalanib 160 betlik dokument e'lon qilgan. Amerika elektron şirketleri Uyghur işçilerini tutuş ve yollash to'g'risida to'xtamnoma imzoladi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Amerikaning uzoqdan kontrol qiluvchi ishlab chiqarish universal taraqqiyot shirkati Reuters agentligiga atalmish Şinjan doiralari bilan Uyg'ur ishchilarini Xitoyning janubiga joylashgan Chingzhou shahridagi zavodga tutish to'g'risida kelishim tuzganligini aytdi. Tizimlikda o'rin olgan bu shirkat uskunalar va yumshoq detallarni Sony, Samsung, LG, Microsoft ve başka texnika ve tarqitish şirketleriga setib beradigan bo'lib, atalmish Şinjandan 400 ishchini shirkat rahbarlari, Chingzhou ve atalmish Şinjan rahbarlarining kelishim tuzish, uqtirish tarqitish orqali yollagan. Sony Groyi shirkati, Samsung elektronchilik shirkati, LG shirkati ve Microsoft shirkati ijtimoiy mas'uliyat dokladida o'zlarining ta'minlash zanjirida majburiy emgak ishlatishni cheklaganligini va buning oldini olish uchun tadbir qo'llanganligini o'ttirib qo'ydi. Samsung bayonotchisi shirkat ta'minlovchilarning har xil shakldagi majburiy emgaklarni ishlatishni cheklaydi va barliq xizmatlarda erkin tanlashni talab qiladi dedi. Reuters agentligi zavod ishchilarini ziyorat qilolmadi. Shunga
işçilarning majburlangan yoki majburlanmaganligini ayblay olmadi. Chinjou hukumat uqtirishi va yerlikdagi davlat tarafdorlaridagi tafsilotlarga qaraganda, Uyg'ur ishchilari zavodga to'shilish va turmush jarayonida soqchilarning nazorati ostida bo'ladi ekan. Xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquq kuzatish tashkiloti va boshqa huquq tashkilotlar oshkorlangan Xitoy hukumat hujjatlari va qo'lga olinganlarning guvohlik so'ziga asoslanganligini, ularning bu xil xizmatga majburlanganligini, bu programmalarning majburlash xarakterli ekanligi va Xitoyning Uyg'urlarni kontrol qilish planining bir qismi ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Amerikalik sotchi SQL guruhining atalmish Şinjandagi tarmoqini tizimlikdan o'chirib o'tish talabini rad qildi. Amerika Federatsiya sotchisi Savdo ministrligining tizimligiga kirgizilgan Hongkongdagi to'qimachilik shirkati SQL guruhining tarmoq shirkatiga bo'lgan savdo cheklamasini atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi faoliyat uchun bekor qilishni rad qildi. SQL atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi tarmoqining Amerikaning majburiy emgakni ishlatish sababidan jazolash tizimligidan chiqarib o'tish da'vosini asliga keltirgan edi. Washingtondagi rayonlik sotchi Redke Biolton chorshanba kuni qilgan qarorida dunyodagi eng chong ko'ylak ishlab chiqaruvchilarning biri bo'lgan SQLning qilgan da'vosining muvaffaqiyat qozonolmaydiganligini bayqadi. Chunki u savdoning qonunidan halqib harakat qilganligini aniqladi. Vaqtliq buyruq SQLning dilosini yo'q qila olmasmi, 1 yil ilgari qora tizimlikka kirgizilgandan buyon Nike, Patagonia va Tommy Hilfiger qatorliq asosli xaridorlarni ta'minlagan atalmish Şinjandagi tarmoq shirkatiga zarba berdi. 1 yil ilgari tarmoq shirkat Sanjay SQLni Amerika Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsanchiligi sababidan jazolagan shirkatlar qatorida bu tizimlikka kirgizib, uning Amerikada savdo qilishini cheklagan. Payshanba kuni SQL tarmoq shirkati qora tizimlikka kirgandan buyon bu shirkatning 100 millionlarcha dollarlik yillik kirimining zo'r bir qismini yo'qotib qo'yganligini aytdi. Sharq Turkiston Xitoydagi paxtaning 80%ni, dunyodagi paxta ta'minlashning 5dan 1ini ishlab chiqaradi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.